qadrsizlantirilgan, qadrsiz bo'lgan, erkak tomonidan qadrlanmagan ayollar o'zi bilib bilmay bitta xatoga yo'l qo'yadi. Ular yana ham ko'proq yoqishga, yana ham qulay bo'lishga, yana ham mukammal bo'lishga harakat qiladi. Afsuski bu ishlamaydi. Tushunyapsiz-a? Erkak kishi uni ayblayotganda, qoralayotganda yagona niyati bor. O'zini o'ziga oqlash. Chunki xiyonat qilayotgan erkak bilib turadi noto'g'ri qilayotganini. Va uni yagona istagi ayolni qoralash orqali, uni yomon otliq qilish orqali o'ziga o'zini oqlash. Shuning uchun bunaqa vaziyatda qadrsiz bo'ldimi ayol, qancha egilsin, qancha boshqa bo'lsin, baribir erkak uni ayblayveradi. Buni proses demonizatsiya deyiladi. Bitta yechim bu munosabatlarga pauza qo'yib, hech qanaqa yoqishga harakat qilishning o'rniga bunga kuch sarflash mumkin. Chunki hozir baribir yoqmaydi. Mana shu kuchni o'sishga, rivojlanishga, bilim olishga, o'zini qiziqishlarini yaratishga sarflash. O'zini qadrini tiklashga sarflash. Tushundingizmi? Chunki egilgan sari battar qadrsiz bo'laveradi.